Hozir Dilshod akam avtobox servislariga keluvdim. Hozir men klientning mashinasi turgan ekan. Как раз ximiyalarimizni Dilshod akamga olib kelyotgandim. Klient oldida endi bitta mashinalarni balonning ahvolini qaranglar. Bu nimadan bo'ladi? Kalotkani sifatsizligidan diskiga qora chiqaradi. Qo'limda turgan narsa nima deb o'ylayotgandirsizlar? Carville Racing brendimizning очиститель колесных disk. Именно diskalarni tozalash uchun mo'ljallangan avtoximiyamizni tekshiramiz. Okeylar, diskani ko'ryapsizlarmi? Mana qo'lni qaranglar. Endi tekshiramiz. Okeylar, 5 daqiqadan keyin sizlar bilan buni ko'ramiz, nima bo'lganini oxirida. Okeylar, mana buni o'qib tushishini ko'ryapsizlarmi? Mana qaranglar. Nima qilyapti bu? Bu nima degani? Mana ketishini qaranglar. Mana. Yo'q. Suvni sep. Okeylar, rezultatni ko'rdinglar. Biz ishqalab ham o'tirmadi. Cho'tkalarda yurganimiz ham yo'q, karchir ishlatganimiz ham yo'q. Penamizning o'zida xuddi shunaqa rezultat beryapti. Agar endi tasavvur qilinglar, mo'ykada bo'lganingizda karchirda qanaqa ketardi bu? Avtoximiyamizni prosta sepib 5 minut kutib, suv sepib tashaganimizdan keyin shu rezultat bo'lsa, endi tasavvur qilinglar, mo'ykaga borganda karchirda qanaqa ketadi yoki uyda o'zingizlar mo'yka qilayotganda cho'tkalab yurganingizda qanaqa darajada ketardi bu ximiyamizni? O'zingizlar pastga yozib qoldiringlar. Bu ximiyamizda kimga qiziq bo'lsa, o'zini avtomobilni yuvishni yoqtiradigan akalarimiz bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol zakaz qilsanglar yoki xohlovchilar bo'lsa, uzun marketda ham silkasini qo'yib qo'yamiz. O'tdan ham o'tib olib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Carville Racing, ishonch.